Assalomu alaykum do'stlar. Biz Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanining eng chekka qishloqlaridan biri bo'lmoq Do'op mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Xo'ja Bulgur ota ziyoratgohidamiz. Marhamat, hozir sizlar bilan ziyoratgoh haqida to'liq tanishib, ziyorat qilamiz birgalikda. Atrof ko'rib turganingizdek xuddi mana shunday yam-yashil archalar bilan o'ralgan chiroyli muhit. Bu yerda ziyoratchilar ham endi har kuni bo'lmasa ham haftasiga 2 marta 3 marta kelib turishadi ziyorat qilish uchun. Safar bobo usta Fayzulla tomonidan qurilgan ekan. Maqbaraning atrofida yam-yashil archalar bilan bezalgan va simyog'ochlar bilan o'ralgan. Ziyoratgohning ichki tomoni bilan tanishamiz. Mana shunday oyoq kiyimlarni yechgan holda kiramiz. Ichi eski me'morchilikka asoslangan oyatul kursi qo'yilgan ekan maqbara ustida. Bu yerda joy namozlar, havo aylanish uchun deraza, bu yoqda ham deraza, shiftlari qadimiy yog'ochlardan ishlov berilib tayyorlangan. Xayr-ehson qutisi. Maqbaraning to'liq obzori xuddi mana shu. Bu yerda mahalliy sayyohlar ham kelib turishadi. Eng asosiy bitta jihatlaridan yana biri bu Xo'ja Bulgur ota ziyoratgohining qadimiy ko'li hisoblanadi. Bu ziyoratgohdan chiqaverishdagi yo'l xuddi mana shu hozirgi ziyoratgohdan tushib kelamiz. To'g'ri archalar o'rtasidan tushgan yo'l. Bu yoqda ko'l, hozir ko'l bilan sizlarni tanishtiramiz va mahalliy ziyoratchilar bizlar bilan sherik bo'ldi. Qadrdonlar, bu hozir Xo'ja Bulgur ota ziyoratgohi. Hozirgi ko'rgan manzaramiz va uning pastida katta chuqurlikda ko'l bor. Men sizlarga aytgan o'sha ko'l, nasib bo'lsa hozir pastga tushib sizlarga to'liq obzor qilib beramiz. Давайте пойдем. Aha. Mahalliy ziyoratchimiz boshchiligida yo'l haqiqatan ham Sharoit og'ir, maymundek tushingizga to'g'ri keladi. xuddi shunday. Ancha-muncha xavfli desak bo'ladi, chunki oddiy yo'l emas. Atrofda mana shox-shabbalar bor, daraxtlar bor, butalar bor. Asta-sekin tushmasangiz bu yerda tushish ancha qiyin ekan. Qamishlar bilan o'rilgan ekan ko'l atrofi. Wow. Qadrdonlar, va nihoyat o'sha sizlarga tepadan ko'rsatilgan ko'limizning eng yaqinidan joylashgan manzara. Endi buni chuqurligini bilmaymiz. Agar bilganimizda sizlarga ma'lumot bergan bo'lardik. Suvning kelib chiqishi hech kimga ma'lum emas. Zo'r manzara. Bu yog'i katta tog'u toshlar, bu yog'i xuddi ag'darib qo'ygan kosaga o'xshaydi. Bu yerda ziyoratgohning narsalari turadigan joy. Tozalikka rioya qilish bo'yicha ko'rsatmalar. Bu yerda Ixlos surasi. Mahalliy sayyohlar endi juda komfort mas'ul, lekin har xil yog'ingarchilik, qor, do'l, yomg'irdan himoya qilsa bo'ladi. Shkaf ichida xat qilish uchun kerak bo'ladigan barcha narsalar bor. Kelib bemalol ziyorat qilsa bo'ladi, faqat xavfsizlik choralariga, gigiyena va tozalikka rioya qilgan holda, albatta. Mahalliy sayyohlar bu yerga faqat mototsikl orqali kelishlari mumkin, chunki yo'l ancha-muncha xavfli. Ziyoratchilar qaytishmoqda. Sizlar nasib bo'lsa hali bunaqangi kontentlar juda ko'p bo'ladi.